Dahoyasiga berganman. Ishonmay. Nima? Dahoyasiga man sanamayman. Qamisan deyishadi-da. Odil aka bilan ko'rishganimizda aeroportda kutib olganman, eshitgansiz-ku. Ha, Ko'pchilik erkaklar Farg'onadami? shunaqa xijolat, anaqa pauza bo'lib qolaman. To'xtab qolaman. Ko'p erkaklar bo'lsa tilmaylamay qolaman. Ketib borganman. Ham hijob dedi. Qo'limdan berish kelarkan, beryapman, nima qilay? Sizga o'xshab shoshonchon bo'lganda sikardim. Minut qilish yoqadimi? Uyalatish yoqadi. Dальше yana nima so'ramoqchisiz? So'rab oling, hozir efirimni o'chiraman, ichingizda qolib ketmasin. Hamam gapirib yubormasin, nihoya себе biladi deb. Minut sizga yoqadi, hammaga sizga yoqadi. Ha, bo'ldi. Keling. Arvohlarni aniqlikda bo'ladi ishi. Keyin ko'rsataman senga. Hozir bitta ochib ko'rsatsam dahoyasi ko'rib qoladi. Keyin senga ko'rsataman. Dalba yo'q, betdan bola tushadi. Enangga eshaysiz tur, haromma sana onangning omidan tushgansan, og'izdan tushmagansan, dadangning shoshonchasidan tushmagandirsan. Mol bola tushgandan keyin shu-da eshak. Xotinini tiktirgani jo'natgan ekanda, keyin yana seksualga kelib aytibdiki, mani xotinimga kichkina qilmabsiz, foydasi bo'lmayapsiz. Davay yechining deb. Dilrabomni bir bo'ladigan seksual. Shunday kirib yechirmaydi. Erkakga aytibdiki, ukadib siz hamdan ayb topmang, shoshonchani katta qiling deganda, siz ham shoshonchani katta qiling, hamdan ayb topmang. Hamda katta kichik bo'lmaydi, ham bir xil bo'ladi. Bizga bir narsa tiqib turib torqolarmiz, tanilmaychi shoshonchankisini qanday katta qilasiz? Kodingizga rasm tushirib katta bo'lmaydi. Dahoyasiga berganman. Ishonmay. Nima? Dahoyasiga man sanamayman. Qamisan deyishadi-da. Odil aka bilan ko'rishganimizda aeroportda kutib olganman, eshitgansiz-ku. Ha, Ko'pchilik erkaklar Farg'onadami? shunaqa xijolat, anaqa pauza bo'lib qolaman. To'xtab qolaman. Ko'p erkaklar bo'lsa tilmaylamay qolaman. Ketib borganman. Ham hijob dedi. Qo'limdan berish kelarkan, beryapman, nima qilay? Sizga o'xshab shoshonchon bo'lganda sikardim. Minut qilish yoqadimi? Uyalatish yoqadi. Dальше yana nima so'ramoqchisiz? So'rab oling, hozir efirimni o'chiraman, ichingizda qolib ketmasin. Hamam gapirib yubormasin, nihoya себе biladi deb. Minut sizga yoqadi, hammaga sizga yoqadi. Ha, bo'ldi. Keling. Arvohlarni aniqlikda bo'ladi ishi. Keyin ko'rsataman senga. Hozir bitta ochib ko'rsatsam dahoyasi ko'rib qoladi. Keyin senga ko'rsataman. Dalba yo'q, betdan bola tushadi. Enangga eshaysiz tur, haromma sana onangning omidan tushgansan, og'izdan tushmagandirsan, dadangning shoshonchasidan tushmagandirsan. Mol bola tushgandan keyin shu-da eshak. Xotinini tiktirgani jo'natgan ekanda, keyin yana seksualga kelib aytibdiki, mani xotinimga kichkina qilmabsiz, foydasi bo'lmayapsiz. Davay yechining deb. Dilrabomni bir bo'ladigan seksual. Shunday kirib yechirmaydi. Erkakga aytibdiki, ukadib siz hamdan ayb topmang, shoshonchani katta qiling deganda, siz ham shoshonchani katta qiling, hamdan ayb topmang. Hamda katta kichik bo'lmaydi, ham bir xil bo'ladi. Bizga bir narsa tiqib turib torqolarmiz, tanilmaychi shoshonchankisini qanday katta qilasiz? Kodingizga rasm tushirib katta bo'lmaydi.